30. bab. Davud ve onun adamları 3. günü Zıklak şehriga yetip geldi. Bu çağda Amalekler Yahuda zemininin janubiga hücum qilgan edi ve Zıklak şehriga o't qo'yib şehrini talan-taroj qilgan edi. Şehrdeki ayollarni mertebesi yuqori yoki tövan bo'lsin, hammasini o'g'il qizlari bilan qo'shib, asir qilib, birini o'ltirmay, o'zlari bilan elib ketgan edi. Davud ve onun adamları bu şehirge kelgende şehirnin ködürüp etilgenlikini, ayalları bilen oğul kızlarının esir kılınıp ketilgenlikini körüp, höngräp yığlap, halı kalmadı. Davud'un iki ayalı, Ahinoam ve Abigalmu esir kılıngan idi. Davud qattiq qiyinchilikda kaldı. Çünkü köpçülük özlerinin oğul kızları üçün elemdi qilib, hasret çekmekte idi. Ula Davudni çalma kesak qılaylı deyişken idi. Davud bolsa öz perverdigari Xudodan medet tapdı. Davud Xudoning irodasini bilish uchun Ahimelekning o'g'li ruhoniy Abiyatarga efodni akel dedi. Abiyatar efodni Davudga akilib berdi. Davud perverdigardan men bu qaroqchilarni qo'g'lab bosam bo'larmi? Ularni tutalarmanmi? deb so'ragan edi. Perverdigardan qo'g'la, cho'qim tutalaysan, ham asirlarni qutqizalaysan degan javob keldi. Shuning bilan Davud va uningga egashgan 600 kishi yo'lga atlandi. Ular Bisor jilg'isiga yetib kelganda 200 odam herib qolganlikdan jilg'idan o'talmay shu yerda qoldi. Davud bo'lsa 400 odamni boshlab davomliq ilgirledi. Davudning odamlari dalada Misrlik bir odamni uchirtib, uni Davudning qishiga elib keldi va uningga yemak ishmak, ham bir o'chim qurtgan anjur va 2 o'chim kishmish berdi. G'izalangandan keyin uning teniga mag'dur kirdi. U 3 kecha kunduz og'ziga hech nima salmagan edi. Davud uningdan "Sen kimning odimisan? Qayerliksan?" deb so'ragan edi. U "Men Misrlikman. Amaleklardan bo'lgan bir odamning quliman. Buningdan 3 kun ilgari kasal bo'lib qolgan edim. Xo'jayinim meni dalada tashlab ketdi. Biz Kiretlar, Kalib ve Yahuda qabilasidagilar turgan Yahuda cho'ldagi shaharlarga hujum qilib kirgan edik. Hem Zıklak shahriga o't qo'yayotgan edik deb javob berdi. Davud uningdan "Sen meni ashu qarashlarning yeniga boshlab boralamsan?" deb so'ragan edi. U meni o'ltirmaslikka hem xo'jayinimga topshirib bermaslikka Perverdigar oldida qasam ichsizlar. Men sizlarni ashu qarashlarning yeniga boshlab boray dedi. Şunun bilan u Misrlik Davud ve onun adamlarını Amaleklarning yeniga boshlab mangdi. Qaroqchilar hamma yerlarga yeyilib, Filistiyaliklar ve Yahuda zeminidan qo'lga tushirgan katta o'ljilardan xush bo'lib, yeb ichishib, o'ljilarga erishganliklarini tabriklashyotdi. Davud ve onun adamları etsi kun chiqishi bilan ularga hujum qilib, bir kun kechgacha ularni shunda qirdi ki, tögiga minib qochgan 400 yigitdan boshqa hech kim kechib qutula olmadi. Davud Amaleklar asirga olgan barliq odamlar bilan o'l chiqqan mol-mulklarning hammasini qaytarib oldi. Jumladan 2 ayolini qutqizib oldi. U asir qilingan o'g'il qizlarining hammasini va o'lji qilingan mol-mulklarning hatto birini qoldirmay qaytarib oldi. Davud qo'y kala padlarini o'lji oldi. Ularni uning odamlari oldiga selib haydab, bu Davudning o'ljilari deb tovlashdi. Shuningdan keyin Davud yerib charchaganligidan o'zi bilan birga mangamay, Bisor jilg'isida qilib qolgan 200 odamning yeniga qaytib keldi. Ular Davud ve onun adamlarının oldiga chiqdi. Davud ko'pchilikka
yaqinlab kelib ularga salom qildi. Lekin Davud bilan bag'allarning ichidagi yaramas, yomon odamlar. Ular biz bilan bormagandikin, biz yondirib olgan o'ljidan ularga bo'lib bermayli. Ular o'zlarining xotin, bola jaqrinla elib ketsin, deyishdi. Hey birodarlar, bizni aman saqlab, qaroqchilarni qo'limizga topshirgan, Parvardigor bizga inom qilgan molni ularga bo'lib bermasak bo'lmaydi. Sizlarning bu gapinglarga kim quloq soladi? Jangga chiqqanlar bilan yaroq jabduqlarga qarashqa qolganlarning ulushi o'xshashdir. Hamma narsa tang bo'linsin, dedi Davud va deganlarini İsrailiyaning nizomi qilib bekitdi. Ushbu nizom toki hozirgacha davom qilib kelmoqda. Davud Ziqloq shahriga qaytib kelganda, o'ljidan do'stlariga, ya'ni Yahuda oqsoqollariga avatib, bu bizning Parvardigorning dushmanlaridan olgan o'ljimiz. Sizlarga tortiq bo'lsin, dedi va o'ljidan Baytal, Yahuda zeminining janubiga joylashgan Ramot, Yattir, Aroyer, Sifmot, Eshtimova va Rakal degan yerlarning, shundaqla Yirahmiyallar va qinlar yashaydigan har qaysi shaharlarning va Xurmah, Borashan, Atak, Hebron degan yerlarning oqsoqollariga avatdi. Davud o'z odamlari bilan kezib chiqqan hamma yerlarning oqsoqollariga tortiq avatdi.